Darvozamiz общий hisobda 33 million so'mga kelib o'rnadi. Buni 2, 3, 4, 5, 6, 7 общий hisobda 7 metr bo'lgan afsona bo'lsin darvozamizni Jizzax G'avlorga olib kelib ustunovkasini yakunladik. Ko'rishlari mumkin, darvozamiz o'ta ham idealniy holatda chiqdi. Egalariga manzur. Darvozamiz materiallar bilan bir qator tanishtirib o'tadigan bo'lsak, 2 qavat 2 berish shumkali holatda bo'lgan, chiroyli holatda chiqishi uchun nerjivkalar bilan jihozlanadiganmiz. Kraskalari toza avtomobilni Devo kraska, avizatorning kraskadan oldin gruntovkasi bilan hop. Darvozamizning ikki chetiga 40 sm, bo'yiga 45 sm adnalichkalarni qilib berganmiz. Hop, yon qismlari 10 3 tena brusdan bo'lgan, taglari avizatorning 10lik shvillerda. Hop, darvozamizga 5 yildan 10 yilgacha 100% garantiya beramiz. Kimga shunaqa sifatli va ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Darvozamiz общий hisobda 33 million so'mga kelib o'rnadi. Bu narx ichida kelib razmer olish, dastavka, ustunovkalari mutlaqo bepul.